Assalomu alaykum akalar. Mana bu bitta zakaz tushdi. Mana shu yerdan olib mana teryapmiz zakazdan. Yangi. Tak 72 voltga 45 amper zakaz tushdi. O'zi terib berilyapti shu. Mana korobkadan yangi olinib. Tak. Terib berilyapti. O'zi teriladi bu. Demak bu nimaga teriladi? Mana shu skuter kelgan mana. Yangi skuter. O'zida mana shu akkumulyator turgan ekan. Polni obnovis qilyapti. Olib taylab bularni 20 amperlikni joyiga mana shu yerda 45 amper qo'ymoqchi endi terib. Mana shu bizada mana shu hammasi o'zi terilsa 45 amper bo'ladi. 72 volt 45 amper. Biz mana yana bitta korobka o'chamiz. Tak. Ikkita korobka bo'shaydi уже. Shunday nechtasi bo'shaydi уже. Yana bittasi ketyapti. Так, mana ketdi. Protsess сборки батарейки. Процессы. Ko'pchilik ishonmaydi yangi batareyaligiga. Shuning uchun mana bu videoni qilyapman. Что ko'rsin, mana korobkadan yangi chiqyapti. Polni mana akkumulyator svarka tegmagan. Yap yangi. Mana toza. Yap yangi akkumulyator chiqqan sanasi 03:20, то есть mart 20-martda chiqqan, 26-yil. 26-yil 20-mart. Yangi batarey A klass. A klass degani bu yangi degani уже. Hozir mana shu odamga, zakaz qilgan odamga 45 amper 72 volt 45 amper kirib berilyapti. Tak. Mana shu 45 amper bo'ldi. Endi mana bu 20 amper. Bundan 60 ta turibdi. Mana shundan 4-5 tami, mana bu yerda yana bittasi 60 ta. Shunaqa og'ir narsaga 6 kiloda, 60 ta 6 kilo qanday bo'ladi? Mana o'zi mana buni 45 ni oldiga qo'yapman. Mana bunaqa uzunligiga ham bu katta. Mana bu katta. Hozir mana bunaqa qo'ysak gar, mana ko'ryapmizmi? Почти mana shu uzunligi ham bir xil. Hozir mana shundan 60 ta mana shunaqasiga terib chiqsa, mana bu qo'limdagi 60 ta uzunroq bo'ladi, joyini ko'p bo'ladi. To есть qaranglar, bu 20 amper, bu 45 amper bo'lyapti. 45 2 barobar mana bundan ko'payadi. 2 barobar. 2 barobar bundan ziyod bo'ladi. Yana 5 amper ziyodroq bo'ladi. 45 amper bo'ladi mana shunchasi mana. Mana buni 60 tasini men bir o'zim ko'tara olmayman-da. Shunchalik mana bu skuterni yengillashtiryapti. Ham amperi 45 amperga ko'tarilyapti. O'zi mana bu yerga men mana bu holderlarni terib chiqaman. Mana bu yerga. Keyin mana shuni harakat qilaman ko'rsatishga, что men buni qanday ko'taryapman, qanday yengil ko'taryapman bu narsani. Shunchalik yengil narsa-da bu.
Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar.